Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu har biringizga bevosita taalluqli bo'lgan, kelajagingiz va farovonligingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan masaladir. Aynan hozir pensiya jamg'armasidagi o'zgarishlar haqida shoshilinch xabarni yetkazishni o'z oldimga maqsad qildim. Ko'pchiligingizning xayolingizda pensiyam qanday hisoblanadi? Mening stajim yetarlimi? Yangi qonunlar menga qanday ta'sir qiladi degan savollar charx urayotganini bilaman. Bu savollarga bugun atroflicha javob berishga harakat qilamiz. Sizning kelajagingiz, farovonligingiz va har bir so'mingiz shu masalaga bog'liq. Bu juda muhim xabar. Shuning uchun e'tibor bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotlar sizni juda ko'p muammolar va yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Agar siz hali kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Pensiya tizimi bu har bir davlatning ijtimoiy siyosatining o'zagidir. O'zbekistonda ham pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Ilgari pensiyalar asosan qog'oz shaklidagi mehnat daftarchalari asosida oxirgi 5 yillik ish haqi ma'lumotlari bo'yicha hisoblanar edi. Bu tizim o'ziga xos qulayliklarga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklari ham yo'q emasdi. Masalan, ish haqini sun'iy ravishda oshirishga urinishlar, norasmiy ish stajini hisobga olishdagi qiyinchiliklar, qog'oz hujjatlarning yo'qolishi yoki shikastlanishi bilan bog'liq muammolar tez-tez uchrab turardi. Ko'plab fuqarolar o'zlarining pensiya staji va badallari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lmaydi. Faqat pensiya yoshiga yetganlarida bu masalalar bilan to'qnashishardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hozirgi kunda pensiya tizimi raqamlashtirish sari jadal qadam tashlamoqda va bu jarayon har birimizga yangicha talablar qo'ymoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, endi pensiya miqdorini aniqlashda faqat so'nggi 5 yillik ish haqi emas, balki shaxsning butun mehnat faoliyati davomidagi elektron bazada aks etgan ma'lumotlar, shu jumladan jamg'armaga to'langan barcha ijtimoiy sug'urta badallari ham hisobga olinadi. Bu degani endilikda har bir so'm badal va har bir kun rasmiy mehnat staji pensiyaning miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bundan tashqari, pensiya hisoblashda eng yaxshi oylik ish haqi olingan 5 yilni tanlash imkoniyati saqlanib qoldi, lekin bu ma'lumotlar ham endilikda raqamli tizim orqali tasdiqlanishi shart. Agar ma'lumotlar raqamli bazada bo'lmasa, ularni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Keling, endi bu o'zgarishlarning batafsil tafsilotlariga to'xtalib o'tamiz. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak va kimlar biroz xotirjam bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, ya'ni keyingi 5-10 yil ichida pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolarimiz juda ehtiyot bo'lishlari lozim. Ularning mehnat staji va daromadlari asosan eski. Qog'oz hujjatlarda aks etgan bo'lishi mumkin. Hozirgi raqamlashtirish davrida bu hujjatlarni elektron bazaga o'tkazishda yoki ularni tasdiqlashda ko'plab muammolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, Ahmad aka, Egimist aka shu yoshda 30 yillik mehnat stajiga ega. U so'nggi 5 yil davomida rasmiy ishlamagan, lekin oldinroq, xususan 1990-2000 yillarda maoshlari ancha yuqori bo'lgan. Eski qoidalar bo'yicha agar u oxirgi 5 yilda yuqori ish haqi ko'rsatgan bo'lsa, yaxshi pensiya olishi mumkin edi. Yangi qonunchilikka ko'ra Ahmad aka o'zining eng yuqori ish haqi olgan istalgan ketma-ket 5 yillik davrni tanlash huquqiga ega, lekin bu ma'lumotlar elektron tarzda tasdiqlanishi kerak. Agar uning eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar elektron bazada yo'q bo'lsa yoki kompaniya tugatilgan bo'lsa, unga bu ma'lumotlarni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Masalan, agar u o'zining eng yaxshi 5 yillik ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlay olmasa, pensiyasi ancha past bo'lishi mumkin. Uning hisob kitoblariga ko'ra, agar eski qoida bo'yicha oxirgi 5 yil hisoblansa, uning pensiyasi 1 million so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimda agar faqat so'nggilardagi pasaygan maoshlar hisobga olinsa, pensiya 2,5 million so'mga tushishi mumkin. Biroq agar u o'zining eng yuqori maosh olgan davrlarni tasdiqlay olsa, pensiyasi 2-3 million so'mgacha ko'tarilishi ehtimoli bor. Ko'rib turganingizdek bu farq katta. Shuningdek, o'zining mehnat faoliyati davomida tez-tez ish joyini o'zgartirgan, norasmiy ravishda yoki qisman rasmiy ish bilan shug'ullangan fuqarolar ham xavotirda bo'lishlari kerak. Ularning staji to'liq aks etmasligi yoki ba'zi davrlar uchun badallar to'lanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, Sardor aka 5 yoshda ko'p yillar davomida xususiy sektorda bir necha tashkilotlarda norasmiy ishlagan.
Uning mehnat daftarchasida faqat bir nechta yozuvlar mavjud, qolgan davrlar esa tasdiqlanmagan. Ilgari ba'zi hollarda guvohlar yordamida ham stajni tasdiqlash imkoniyatlari bor edi. Endi esa asosiy e'tibor raqamli ma'lumotlarga qaratilmoqda. Agar Sardor aka hozirdan o'zining oldingi ish beruvchilari bilan bog'lanib, mavjud hujjatlarni rasmiylashtirmasa yoki badallarni to'g'rilamasa, pensiyaga chiqqanida uning staji katta qisqartirishlarga duch kelishi mumkin. Bu esa uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda yosh avlod vakillari. Ular asosan 2005-2006 yillardan keyin mehnat faoliyatini boshlagan bo'lib, ularning barcha mehnat staji va pensiya jamg'armasiga to'lagan badallari elektron bazada to'liq aks etadi. Ular uchun kelajakda pensiya hisoblash jarayoni ancha sodda va shaffof bo'ladi. Chunki ularning har bir ish kuni va har bir so'm ish haqi avtomatik tarzda tizimda qayd etilgan bo'ladi. Ikkinchi toifa doimiy va uzluksiz rasmiy mehnat stajiga ega bo'lgan, ish beruvchi tomonidan barcha badallar muntazam ravishda to'langan fuqarolar. Masalan, Dilfuza opa 25 yoshda 25 yil davomida bitta tashkilotda rasmiy ishlagan. Uning mehnat daftarchasi tartibli, barcha maoshlari va badallari elektron bazada mavjud. Bunday hollarda pensiya hisoblashda jiddiy muammolar yuzaga kelmasligi kerak. Biroq shunga qaramay, Dilfuza opa ham xotirjamlikni bir chetga surib, o'z ma'lumotlarini tekshirib ko'rishi zarur. Chunki inson omili tufayli ba'zida kichik xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorida katta farqni keltirib chiqaradi. Bir nechta yil davomida kiritilgan ma'lumotlarda kichik xato, masalan, ish haqi summasining noto'g'ri ko'rsatilishi kelajakda minglab so'mlik yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har kim o'z ma'lumotlarini shaxsan tekshirishi shart. Pensiya tizimida nafaqat umumiy qoidalar, balki istisnolar, noaniq jihatlar va kutilmagan to'siqlar ham mavjud. Ularni bilish sizga ko'p muammolardan qochishga yordam beradi. Istisnolar. Bizda ba'zi kasb egalari va fuqarolar uchun imtiyozli pensiya shartlari mavjud. Masalan, og'ir va zararli mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar, shaxtyorlar, metallurglar, kimyo sanoati ishchilari. Ayrim toifadagi tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, shuningdek ko'p bolali onalar. Bu imtiyozlar saqlanib qolganmi? Ha, asosan saqlanib qolgan. Biroq bu imtiyozlardan foydalanish tartibi va talablarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, zararli mehnat sharoiti haqidagi ma'lumotlar ham endilikda elektron tizimda aniq aks etishi, ish beruvchilar tomonidan maxsus shaxslar to'ldirilishi talab etiladi. Agar ilgari biror korxonada zararli sharoitda ishlagan bo'lsangiz, lekin bu haqda sizning mehnat daftarchangizda yoki elektron bazada aniq yozuv bo'lmasa, bu imtiyozni tasdiqlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, nogironlik pensiyalari va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari bo'yicha ham o'ziga xos qoidalar mavjud. Bu turdagi pensiyalar ham endilikda avvalgidek tibbiy mehnat ekspert komissiyalari TMIK xulosasi asosida beriladi. Ammo ma'lumotlar almashinuvi va tekshiruv jarayonlari raqamlashtirilmoqda. Bu esa hujjatlarning tezroq ko'rib chiqilishiga yordam berishi kerak, ammo ayni paytda ma'lumotlarning aniqligiga bo'lgan talabni oshiradi. Endi esa kutilmagan to'siqlar pitfalls haqida. Eng keng tarqalgan muammolardan biri. Mehnat daftarchasida familiya, ism otasining ismi FIO noto'g'ri yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana xato ko'rsatilgan bo'lishi yoki ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish sanalarida noaniqliklar bo'lishi mumkin. Bunday xatolar pensiya tayinlash jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi yoki pensiya miqdorini kamaytirishi mumkin. Ba'zan bitta harfning noto'g'ri yozilishi ham butun stajni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi. 2. Asterisk yo'qolgan hujjatlar. Mehnat daftarchasining yo'qolishi, ish beruvchi korxona tugatilgani sababli ma'lumotnomalar ola olmaslik bu ham jiddiy muammo. Endilikda bu holatda elektron mehnat daftarchasi yoki yagona milliy mehnat tizimi YMMT bazasidagi ma'lumotlar asosiy manba bo'ladi. Agar u yerda ham ma'lumotlar bo'lmasa, arxivlardan ma'lumot qidirishga yoki sud orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa vaqt va mablag' talab qiladi. 3. Asterisk norasmiy ma'lumotlarga ishonish. Asterisk ba'zi fuqarolar ijtimoiy tarmoqlardagi yoki tanish bilishlardan olingan tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonib, noto'g'ri rasmiy manbalar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari MyGov.uz portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IDXP ma'lumotlariga tayaning. 4. Arizani kech topshirish.
pensiya yoshiga yetgan fuqarolar ba'zida pensiya uchun arizani topshirishni kechiktirishadi. Pensiya qonunchiligiga ko'ra pensiya huquqi vujudga kelgan kundan boshlab murojaat qilingan oyning keyingi oydan boshlab tayinlanadi. Agar siz murojaatni kechiktirsangiz, bir necha oylik pensiya miqdorini yo'qotishingiz mumkin. 5. Barcha imkoniyatlardan foydalanmaslik. Ko'pchilik pensiya tizimidagi barcha imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar haqida bilmaydi. Masalan, nogiron bolaga qarash davri farzand parvarishi uchun beriladigan davrlar. Harbiy xizmat muddati pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Bu nuanslarni bilmaslik sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha staj yoki pensiya miqdorini yo'qotishga olib keladi. Noaniq nuanslar, asl stajga qo'shiladigan davrlar. Asl faqat ish staji emas, balki boshqa davrlar ham pensiya stajiga qo'shiladi. Masalan, oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qish davri, harbiy xizmat davri, bola parvarishi ta'tillari ayollar uchun, har bir bola uchun ma'lum bir muddat, nogironligi bo'lgan shaxsga qarash davri. Bu davrlarning har biri uchun qanday hujjatlar talab qilinishini bilish muhim. Masalan, o'qish davri uchun diplom yoki arxiv ma'lumotnomasi. Harbiy xizmat uchun harbiy guvohnoma talab qilinadi. Ba'zida xorijiy davlatlarda olingan ish staji ham O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun maxsus tartib-qoidalar va xalqaro shartnomalar mavjudligini bilish kerak. Ijtimoiy sug'urta badallarining ahamiyati. Endilikda pensiya miqdorini aniqlashda faqat ish haqi emas, balki aynan pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy sug'urta badallarining muntazamligi va miqdori katta ahamiyat kasb etadi. Agar siz rasmiy ishlasangizda, lekin ish beruvchingiz badallarni muntazam to'lamasa, bu sizning kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir fuqaro o'zining shaxsiy hisob varag'iga qancha badal tushganini tekshirishi va agar kamchiliklar bo'lsa, ish beruvchisidan talab qilishi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi shart. Elektron mehnat daftarchasi. Har bir fuqaro o'zining elektron mehnat daftarchasini MyGov, Uz yoki YMMT portali orqali tekshirishi va undagi ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilish kerak. Bu sizning stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatga aylanmoqda. Agar u yerda xatoliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bo'lsa, darhol ish beruvchingizga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ularni tuzatish choralarini ko'ring. Bu keyinchalik pensiya tayinlashda sizni ko'plab sarsonliklardan xalos qiladi. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak degan savolga amaliy javoblar beramiz. Sizning harakatlaringiz aniq va o'z vaqtida bo'lishi lozim. Irna, o'zingizning mehnat stajingizni va to'langan badallaringizni tekshirishdan boshlang. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Qayerdan boshlash kerak? MyGov. Uz portali orqali bu yerda siz elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma olish xizmatidan foydalanib, o'zingizning butun mehnat faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringiz haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Yagona milliy mehnat tizimi va YMMT portalida. Bu tizimda ham sizning ishga kirish, ishdan bo'shash, lavozim o'zgarishlari, ish haqi va badallar haqidagi barcha ma'lumotlar aks etadi. Bu portal orqali ham ma'lumotlarni tekshiring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat. Agar yuqoridagi portallar orqali ma'lumotlarni olishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki ma'lumotlarning aniqligiga shubha qilsangiz, bevosita o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsiy pasportingiz bilan murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga yordam beradi va kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling. Bu juda muhimdir. Mehnat daftarchasi asl nusxasini va uning barcha sayfalarining aniq nusxalarini tayyorlang. Agar u yo'qolgan bo'lsa, ish beruvchingizdan duplikat olishga harakat qiling yoki arxivdan ma'lumotnomalar talab qiling. Ish joylaridan ma'lumotnomalar. Agar sizda elektron bazada to'liq ma'lumotlar bo'lmasa yoki ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri aks etgan bo'lsa, avvalgi ish joylaringizdan agar ular hali faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ish haqi va staj haqida tasdiqlovchi ma'lumotnomalar oling. Diplomlar, guvohnomalar, oliy ta'lim muassasalarida o'qiganlik, harbiy xizmatni o'taganlik, bolalar parvarishi bo'yicha ta'tilda bo'lganlik, nogironlarga qarab turganlik haqidagi hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini yig'ing. Masalan, agar siz farzand parvarishi ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz, bola tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va sizning shu ta'tilda bo'lganingizni tasdiqlovchi buyruq nusxasi kerak bo'ladi. Tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi.
Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki tug'ilgan sana kabi asosiy ma'lumotlarda xatoliklar mavjud bo'lsa, bu hujjatlar shaxsingizni tasdiqlash uchun muhimdir. O'X pensiya jamg'armasi xodimlari bilan maslahatlashib o'tkazing. Astirish, agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki ma'lumotlarni tekshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, darhol pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, aniq tavsiyalar beradi. Onlayn qabulxonalar va ishonch telefonlaridan ham foydalanishingiz mumkin. Masalan, bir girdim qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. 4. Astush, arizani to'g'ri to'ldirish va o'z vaqtida topshirish. Pensiyaga chiqish vaqtida sizdan ariza talab qilinadi. Astush, qayerga borish kerak? Pensiya tayinlash uchun ariza davlat xizmatlari markazlari orqali yoki MyGov uz portali orqali onlayn tarzda topshiriladi. Astush, qanday to'ldirish kerak? Ariza shakli standart bo'lib, uni to'ldirishda davlat xizmatlari markazi xodimlari sizga yordam beradi. Unda shaxsiy ma'lumotlar, ish staji davrlari, tanlangan ish haqi davri agar mavjud bo'lsa kabi muhim ma'lumotlar aks etadi. Eng keng tarqalgan xatolardan biri bu barcha staj davrlarini to'liq ko'rsatmaslik yoki ish haqi ma'lumotlarini noto'g'ri kiritish. Shuning uchun arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling va barcha kerakli ma'lumotlarni to'liq taqdim eting. Astirish muddati. Pensiya yoshiga yetishdan qancha oldin murojaat qilish kerak? Odatda pensiya yoshiga yetishdan 1 oy oldin murojaat qilish tavsiya etiladi. Bu sizning arizangizni ko'rib chiqish va pensiyani o'z vaqtida tayinlash uchun yetarli vaqt beradi. Agar siz murojaatni kechiktirsangiz, pensiya tayinlanishining kechikishi yoki bir nechta oylik pensiya mablag'larini yo'qotish xavfi mavjud. 5. Agar qarordan norozi bo'lsangiz, shikoyat qilishdan tortinmang. Pensiya jamg'armasi xulosasi yoki tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, sizning shikoyat qilish huquqingiz bor. Yuqori turuvchi organga murojaat. Dastlab pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi bo'limiga yoki Moliya vazirligiga pensiya jamg'armasi Moliya vazirligi tuzilmasiga kiradi. Yozma ravishda shikoyat bilan murojaat qilishingiz mumkin. Sudga murojaat. Astirish, agar yuqori turuvchi organlarning javobidan qoniqmasangiz, o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun sudga murojaat qilishingiz mumkin. Sud orqali siz o'zingizning stajingizni tasdiqlash, pensiya miqdorini qayta hisoblash kabi talablar bilan chiqishingiz mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin, ammo adolatni tiklashning qonuniy yo'li hisoblanadi. Unutmang, kelajagingiz bugungi harakatlaringizga bog'liq. Pensiya jamg'armasidagi o'zgarishlar sizning pensiya ta'minotingizni yanada adolatli va shaffof qilishga qaratilgan. Ammo bu jarayonda sizning faolligingiz va ma'lumotlarga egaligingiz juda muhimdir. Har bir fuqaro o'zining pensiya hisobini o'zi nazorat qilishi kerak. O'z stajingiz va badallaringizni hozirdan tekshirib, kerakli chora-tadbirlarni ko'rish orqali siz kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'plab muammolarning oldini olgan bo'lasiz. Va yana bir bor ta'kidlayman, pensiya yoshiga yetganingizda emas, balki hozirdan boshlab bu masalaga jiddiy e'tibor bering. Har bir kun rasmiy mehnat staji va har bir so'm to'langan badal sizning pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi raqamlashtirish davrida har bir ma'lumotning elektron bazada to'g'ri aks etishi juda muhimdir. Agar sizda qog'oz hujjatlar bo'lsa va ularni elektron tizimga kiritishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning yordami sizning huquqlaringizni himoya qilishda asosiy vosita bo'ladi. Umid qilamanki, bugungi video sizga foydali ma'lumotlar berdi va kelajakdagi harakatlaringiz uchun yo'l yo'riq bo'ladi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi muhim yangiliklargacha xayr.